Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Delicious Fans kanalida konturni mod qilishni o'rganamiz va kanalimga iltimos obuna bo'lib qo'ying va shunaqa kontentlarni chiqaramiz va birinchi biz Telegram ilovasiga kiramiz va Special Forces Group deb yozamiz va oldindan uzr so'rayman. Mana shu kirganimdan keyin videoyim qora bo'lib qoldi va o'shani aytib o'taman qaysindaligini. Va mana shu grup deb yozganimizdan keyin 712 tani 1 2 3 4 to'rtinchidagi 712 ta a'zo degan joyga kiramiz va mana bu qadalgan xabarda bitta bosamiz. Ikkita bosganimizdan keyin o'zi mod chiqadi va siz uni inglizchaligini topasiz va o'shani 312 megabayt bo'ladi va o'shani ochib keyin uni o'rnatasiz va xuddi shunday bo'ladi. Faqat mana shunday qora bo'lib qolganligi uchun sizlardan uzr so'rayman. Mana tortyapti. O'rnatilmoqda va o'rnatildi. Uni ochamiz. Endi video bunaqa yonmachasiga bo'lib qoldi. Shuning uchun ham uzr so'rayman. Hamma modni yoqib olamiz. Birinchisi o'sha birinchisidagi o'qlarni ko'p tugamay turgan cheksiz qilib beradi. Ikkinchisi esa haligi uchadi, uchish uchun va uchinchisi pulni ko'payib turishi uchun. Va mana ko'rsatib o'taman. Mana desert tanlaymiz va mana hozir pulim kam va hozir to'ladi. Mana to'lyapti. Mana pulni ko'ryapsiz. Mana bo'ldi. Mana olamiz. Mana o'zi pul ham ko'payib ketyapti. Xohlaganimizcha bomba olishimiz ham mumkin. Uni xohlaganimizcha ochishimiz ham mumkin. Va shu yoqqacha ko'rganingiz uchun ham rahmat. Keyingi videolarni qanday videolar chiqarishimni o'zingiz fikrlarda yozib qoldiring va obuna bo'ling.